Instagram poster uchun ajoyib tekst effekt yaratamiz. Buning uchun tekstni yozib olamiz birinchi va joylashtirib olamiz. Mana shunday holatda. Endi shriftni to'g'rilab olamiz. Buning uchun o'sha properties bo'limiga o'tamiz. Va mana shu shriftni tanladim men. Endi quick selectionda select qilib belgilab olamizda maska beramiz. Va xuddi o'sha loyihada yana kopiya qilamiz va Ctrl E bilan invert qilib olamiz maskani o'zini. Endi yana bitta layer ochamiz. Brush tool orqali bunga endi soya beramiz. Oldin brush tool to'g'rilab olamiz va soya beramiz. Mana shunday holatda. Va maska berib chetlarini o'chirayapman. Endi mana ko'rib turganingizdek ancha yaxshi holatda mana shunday qilib joylab olaman va qarabsizki text effect tayyor. Agar video yoqqan bo'lsa like bosing va obuna bo'lishni unutmang.